Allah subhanahu wa ta'ala bu Kur'anlarda öğrenimizde, cenede buğan жақсылап amal kılığımızda Allah subhanahu wa ta'ala barşamızga nasip etsin. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhudan kelgen hadiste Men qara harfan min kitabillahi felehu hasene. Kimde kim Allah'ın kitabından bir harf okuydu olsa o için жақсылық болады. Ve al hasenatu bi aşri amthaliha. Жақсылық деп айтып atqanımız onun 10 есе. Qarang. La aqulu alif lam harf ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Men aytib atqan joqman alif lam mim deb bir harf joq. Alifning o'zi bir. Alif deseniz o'sha alif deb o'qqaningizga 10 savob. Mim deseniz 10 savob. Lam deseniz 10 savob. Bir bizning yesebimiz bilan bu 30 savob bo'ldi. Durustmi? Biroq buning 10'i 1 milyon savobga tengeledi deydi muhaddislar. Qarang, 1 milyon savobga to'g'ri keladi. Endi o'zingiz o'ylangiz, Qur'onda siz kuniga o'qiyapsiz, onun ichida bir para o'qiyapsiz, 2 para o'qiyapsiz misalda, siz qancha milyon savoblar olyapsiz. Sol savoblardan quruq qolib qolmaylik. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Elbette dedi onun içinde Kur'an'dan hiçbir nersesi yok bolgan adam parça bo'lib ketgan uyga o'xshash dedi. Xarab bo'lgan bir bishara bir uyga o'xshash deydi. Onday adamlar maradan to'lib жатыр ғой bizda. Qur'on o'qib bilmaydigan ağalarımız ko'p, apalarımız ko'p. Qur'on o'qimaydigan qizlarimiz ko'p. Qur'on ishinde Allohning kitobidan bir narsani bir harfi yo'q bo'lgan adam bu xarab uyga o'xshash deydi. Qarang. Dabdalasi chiqib ketgan uyga o'xshashda. So'lishan bol Qur'onda o'qib ko'proq harakat qilgan. Men jang kechada aytib o'tdim, oldingi saboqlarda da aytib o'tdim. Hozir bizning dinimizda öğrenib olatan, kitabimizda yaxshilab öğrenib oluga o'ta ulkan mumkinchiligimiz bor. Hozir mana noyabr, dekabr, yanvar, fevral 4 ayda harflarni yaxshilab mahrajmen chiqarib qiraatni o'ta bir yaxshilab olib öğrenib olatan vaqt hozir. Ana televizorning ostida jatib olib durib ömür o'tib ketmesin. Ömür o'tib ketmesin. Kecha bir yo'ldoshchiga aytadi, biz 43 ga keldik bu yil. Tamir Palanchi degan yo'ldosh taniysinmi? Ha, taniyman. Shu o'lib qopti dedi. Avariya bo'lsam yo'q dedi. Uyinda televizor ko'rib o'lib qopti dedi. Ol mаған aytib atqanda bir beynamaz bola edi. O'chirib seniki ekanda dedim-da. Keyingi o'chirish, uytib aytmasa dedi. Sen de shutib o'lib qolasan. Televizor ko'rib o'lib qolasan. Ye iman yo'q, ye Qur'on yo'q, ye meshit yo'q. Bola chaqang sendan qutulganına shukr deydi. Eshitib o'tirmiz. Xudoga shukr bo'lsinday akadan qutulganimizga. Azanda da boqtaydı, abette de boqtaydı, keşke de boqtaydı. Ağzında bir tüyür, bir durus sözü yok. Qarаңыз. So'shan ağaylar, bizning hozir ta'lim olib qolatan eng ulkan bo'lay aytganda sezon vaqt. O'qib qolayıq, öğrenib qolayıq. Öğrenseniz bu sizniki. Öğretseniz de sizniki. Qarаңыз. Öğrenseniz sizniki, öğreniniz. Mana medrese aşk. Qay yerlerde adamlar keladi. Kecha mаған ana qizlarning medresesining boshlig'i Madina degan apayimiz urushib o'tir. Hech bir yerda deydi
bunday narsa yo'q dedi. Bütün barliq yerde o'qiganman dedi. Bir bu Sarıgaş medresesi gana dedi, bardak dedi. Любой vaqt ala beradi dedi. Sentyabr kelasizmi, oktyabr, dekabr kelasizmi, yanvar ala beradi dedi. Biz de tartib qilib qo'ysak bo'ladi сөйтіп. Sentyabrdan keyin hech kimni olmaymiz deb tartibda qattiq qilib qo'ysak bo'ladi. O bizga da foyda bor. Bizga da foyda. Kelada bir 30-20 adamni o'qitib chiqarib bersak bo'ladi. Biroq boshqa odamlar kim o'qitadi? O'ylaningiz. Mana qariyalarda hech kim ish yerga olmaydi. Bir qarovuldiqqa da olmaydi bu qariyalarni qas. Biroq bular jaskenda o'qiy olmadi, vaqti bo'lmadi. Endi o'qiydigan o'rin bir. Nega o'qimasqa? O bizning avldagi adamlarga senmingiz, bularning bari atalari yeshan, peshan bo'lgan. O'zlari musur bo'lsa da jura beradi. O'qimay bilim darıgan bularning bari. Biroq biri Ko'kshatodan kelyotir. Biri Aqtoqdan kelyotir. Biri Qarag'andan kelyotir, o'qiyman deb. O'qiyman degan odamga bizning eshigimiz ochiq. O'qitib olaylik, ular o'qib qolsin. O'qib qolgan odam jutadi. Erten sol adam eng keminde o'zining bir nemeresini o'qitib qoladi bo'lsa, erten o'g'an Allohning jannatini Alloh nasib etadi. So'sha mana o'quga kelganlar qadrini biliniz. O'zi negizinde aqqan suvning qadri bo'lmaydi. Bu yerdagi odamlarga bu medresening qadri yo'q. Sırttan qancha adamlar izvandavatar kesek bo'ladimi, o'qisak bo'ladimi deb. Birovlar aqshasi yo'q keluga, yo'lga aqshasi yo'q keluga. Sonday arman qilayotgan adamlar var. Allah subhanahu wa taala solarga da kelib o'qidi Allah nasib etsin. Safarların yengil qilsin. Mana hozir elimizde salafi aqimi ko'payib ketyapti deb jarsavatırmiz. So salafilar qayoqdan chiqadi? Din çok yerga ular urg'un sebet. Ular ana urg'ash itga o'xshab turib, tuv balalab tastaydi ular. Qancha avdanlarni basib qoldi hozir. Manadan ko'payib ketgan. Mana Aqtoq, Atrov, Aqto'be, O'ral deganlaring ko'payib nega? Ne bir yigitlar solarning sabına qo'shilib ketyapti. Nega? Bisharalar bilim yo'q. Bilimni olib kerak, o'qu kerak, o'qitu kerak. Sonda ular öz-özünden çoğalıp ketedi. Mana inşallah hozir mana 10 medrese var. 10 medresede qancha baldar o'qiyotir. Ne bir g'alimdi yigitlar chiqadi inşallah. Ularga bizning elimizde o'rin yo'q. Sebebi salafizm degan bu bütün elning barini bir-birini dushman qilatan toplar bular. Son Saudiya memleketinin o'zi 22 memleketga bo'linib, firqa bir-birine bo'ysunmaydi. Onlarning da negizgi maqsadi bizning Qozog'istonda parcha qilib, bölük qilib tashlab, bir-birine bo'ysunmaydan. Akasi agarda namoz o'qimasa kafir onu apar tikka ko'mib tashlay beratan, choq. İslam olamiz, İslam bizga onu olib kelmagan qo'y. Tepten kechagi xristianlarning o'zi Onlarga Rumlar basıp kelayotgan vaqtında Yesik darvazaların bärin javob qo'yib, bizde Rumlar biylagenden göre musulmonlar biylagani жақсы. Sebebi bu Rumlar özlerining akasining aqsi qilganday naloglarini ulkan qilib turib, mo'ynimizning barlig'ini qarzga tiqib tastaydi. Yo'q, musulmonlar unday emas deb. Xristianlar musulmonlarni maqtab, musulmonlar jaqda bo'lgan. Al bizning musulmonlar esa musulmondan qashатын davriga kelib qoldik biz. Sol üçün İslam'da dürüst düşüneyik. Allah'tan ko'p so'raylik. Allah intimog'imizda birligimizni bersin.